Assalomu alaykum. JavaScript interview playlistimizning yangi darsiga xush kelibsiz. Bugungi videoda JavaScript bo'yicha intervyularda eng ko'p beriladigan savollardan birini ko'rib chiqamiz. Savolimiz shundan iborat: var, let va const o'rtasidagi farq nima? Keling bu savolga nafaqat nazariy, balki kod orqali ham javob topamiz. Demak, var, let va const o'rtasidagi farq nima? Javob: JavaScriptda var, let va const o'zgaruvchi yaratish uchun ishlatiladi. Var JavaScriptdagi eski o'zgaruvchi e'lon qilish usuli hisoblanadi. U function scope bilan ishlaydi va bir xil nomdagi o'zgaruvchini qayta e'lon qilish imkonini beradi. E'tibor berasiz shu joyiga. Let va const esa ESC6 ya'ni ECMAScript 6 bilan kiritilgan zamonaviy o'zgaruvchi yaratish usulidir. Ular block scope bilan ishlaydi. Asosiy farqi var function scope'da ishlaydi, let va const block scope'da ishlaydi. Let yordamida yaratilgan o'zgaruvchining qiymati o'zgarishi mumkin, lekin uni qayta e'lon qilib bo'lmaydi. Ya'ni let deb name deb biron bir Elmurod deb ism beradigan bo'lsak, uni tagidan yana let deb name deb yana o'sha ismni boshqa ismni bera olmaymiz. Hozir men buni kod orqali ham ko'rsataman. Xo'sh, endi constga keladigan bo'lsak, const esa o'zgarmas qiymat uchun ishlatiladi. U orqali yaratilgan o'zgaruvchiga yangi qiymat berib bo'lmaydi. Zamonaviy JavaScript loyihalarida odatda birinchi navbatda const ishlatiladi. Agar qiymat keyinchalik o'zgarishi kerak bo'lsa, let ishlatiladi. Var esa hozirgi loyihalarda kamdan kam ishlatiladi. Deyarli ishlatilmaydi desak ham bo'ladi. Demak, kod orqali ozroq kod yozib tushunishga harakat qilamiz. Birinchi varni tushuntiraman. Mana xo'sh, var deb komment qilamiz. Var name Elmurod. Xo'p, endi buni console logga chiqaramiz. Mana ko'rib turganingizdek, Elmurod console logimizga chiqdi. Endi bu varni yana xuddi shu o'zgaruvchi bilan endi aliga o'zgartiramiz. Ko'rib tursiz, bu to'laqonli o'zgardi. Yuqorida aytganimizdek, var JavaScriptdagi eski o'zgaruvchi e'lon qilish usuli hisoblanadi. U function scope bilan ishlaydi va bir xil nomdagi, xuddi video boshida aytib o'tganimdek, bir xil nomdagi o'zgaruvchini qayta e'lon qilish imkonini beradi. Mana bir xil nomdagi o'zgaruvchi, buni qayta e'lon qildik. Hech qanaqa xato chiqarmadi va ishladi. Xuddi mana shu function scope hisoblanadi va vardagi kamchilik hisoblanadi. Demak, varni ko'rib oldik. Endi natijaga o'tadigan, endi letni ko'ramiz. Natijani ko'rib oldik. Buni kommentga olib qo'yamiz. Let deymiz. Xo'sh, endi bu yerda xuddi shu mana xuddi boyagi tartibda yozamiz. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Mana 12-qatordan o'zgaruvchimiz console logda paydo bo'ldi. Endi buni xuddi yuqorida varda ishlatgan tartibimiz bilan ishlatamiz. Mana ko'rib turibsiz, name deyapti, allaqachon ishlatildi. Ya'ni ali bo'lib mana bunaqa qilib ishlatib bo'lmaydi. Bu yerda endi block scope'da ishlatishimiz uchun mana name qilib mana bunaqa tartibda ishlatsak, bu ali ishlaydi. Ya'ni boya aytilgan tartibda let yordamida yaratilgan o'zgaruvchining qiymatini o'zgartirish mumkin. Qiymatini o'zgartiryapmiz, lekin uni qayta e'lon qila olmayapmiz. Mana qayta e'lon qiladigan bo'lsak, bunaqa xato beryapti bizga. Lekin qiymatini o'zgartirish uchun qiymati mana bu hisoblanadi. Uni hamma bilsa kerak mana. Qiymati oldin Elmurod edi, endi keyin aliga qiymatini o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana shu tartibda qiymatini o'zgartirishimiz mumkin. Demak, endi biz xo'sh, varni ko'rdik, letni ko'rib chiqdik. Endi biz constni ko'ramiz. Bu joyda buni ham komment qilamiz va const deymiz. Constga
pi 14. 114. Hop. Yerga log deymiz. Va pi ni konsolga chiqaramiz. Mana ko'rib turganingizdek 3.14 chiqib keldi. Endi biz uni o'zgartirishni xohlasak, xo'sh, xuddi Vardagidek qilib yozamiz, ya'ni bilib olishingiz uchun. Birinchi mana ko'rib turganingizdek, Varda ishlagan narsa xuddi letda ishlamagani kabi constda ham ishlamadi, lekin const letdan ko'ra o'zgarmas hisoblanadi. Endi buni xuddi letdagidek, mana let so'zini o'chirib turib ishlatganimizdagidek bu yerda const so'zini o'zgartirib qiymatini almashtirmoqchi bo'lsak ham bu yerda mana ishlamaydi. Const bu o'zgarmas. Esingizdan chiqarmang. Endi bu yerda yuqorida aytib o'tdik, scope, ya'ni function scope bilan block scope ishlatiladi. Ya'ni Varda function scope mana bu let bilan constda block scope ishlatiladi deb aytib o'tdik. Endi o'sha scope'larda ishlatilish tartibini ham bitta ko'rib chiqsak. Xo'sh, demak, if deymiz. Varni yozamiz birinchi. Xo'sh, 10 let 20 deymiz. Const deymiz. S 30 C 30. Xo'p. Endi ularni bu yerga yozib oldik. Endi konsolga chiqaramiz. Birinchi a ni chiqaramiz. Keyin p, keyin c deymiz. Xo'p. Demak, mana ko'ryapsiz. Bu joyda mana 10 birinchi 31 qator, ya'ni bizda var bilan yozilgan o'zgaruvchimiz konsol logga chiqyapti, lekin mana 32 va xo'p 33. Ular bizga ekranimizga chiqmayapti. Ko'rib turganingizdek. JavaScript loyihalar ishlatiladi. Deyarli ko'p hollarda ishlatamiz. Qiyin o'zgarish kerak bo'lsa, letdan foydalanamiz. Eng asosiy farqlari scope qayta e'lon qilish va qiymatni o'zgartirish imkoniyatlarida hisoblanadi. Ya'ni biz buni ko'rib chiqdik. Demak, asosiy farqlari scope qayta e'lon qilish va qiymatni o'zgartirish imkoniyatlari hisoblanadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada bizni qo'llab-quvvatlang. Salomat bo'ling.